ertalab ham olib ketibdi shekilli. Qani? Da, yaxshi. Xo'p, mayli, baribir bitta ko'chaga chiqib ko'rmasam bo'lmaydi, ko'nglim tinchimaydi. Qani, mana da ertalab ham olib ketibdi-yu, mayli. Xo'p, endi bo'lsa, bilmadim, aytgancha yuzimni yuvib kela qolay hozir men birinchi. Yaxshi-da, shunaqa qilaman. Yuzimni yuvib kelaman va keyin qolgan ishlarimni qilishni boshlayman ertalabdan. Qani, hop. Hey, hammaga salom bilan men Yo'nalishni aytmay, obunachilar bizning yangi videorolikimizga xush kelibsizlar. Obunachilar, bu men yangi kanalim bo'lgani uchun yangi kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va pastdagi yana bitta YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, hozir mana bu teshani olib turib, men огородimni tozalayman, ya'ni polizimni. Bu meni har doimgi ishim. Xo'p, mayli. Buni olamiz, oxirigacha yaxshi. Korzinka ochilgan edi aytgancha bizning qishlog'imizda va Uzum market ham, Yandex market ham ochilgan bizning qishlog'imizda. Xo'p, yaxshi, ekib qo'yaman. Yaxshi. Xo'p, endi qo'shnim men огородni tozalayman, yo'q, mayli. Shart emas, chunki o'zimning ham bir tal ishlarim bor. Xo'p, bugun men uyimni yig'ishtirishim kerak, chunki boshqa kunlar vaqtim bo'lmayapti. Hozir men bu qo'limni gilam qo'yib, ovqatlanib olaman iloji bo'lsa. Lekin ovqatlanish bilan shart emas, hali uncha qornim ochgan yo'q. O'rjitil yaxshimisa. Tak. Hop, hozir bularni qo'yaman. Buni ham, yo'q, buni mameraga qo'yib qo'yaman-da, yaxshi. Xo'p, mayli, meni asbobim, ya'ni ish uskunam o'zimda turursan. Jitil yaxshimisa? Yaxshi, rahmat aytmay, hayotgancha mera oldiga kirar ekansan. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p, mera yaxshimisiz? Chaqirtirgan ekansiz. Xullas, qarang aytboy. Sen bizga zudlik bilan 30 ta tosh topib berishing kerak. Qishlog'imizga srochka kerak bo'lyapti. Bo'ldi, tez orada topib kelaman. O'zim shu uchun tug'ilganman, desam-a. Hazillashim, mayli endi. Qishloq uchun kerak bo'layotgan ekan, na iloj, kerak bo'layotgan bo'lsa topib kelib beraman endi, majburman. Xo'p, hozir uyimdan instrumentlarni olib boraman sekin. Tak. Xo'p, hozir men bu yoqdan mamlaqa o'zimning broniyalarimni va kirka va qilich, zajgalka ham olib purkagich, ya'ni kerak bo'lib qolishi mumkin. Telefon, ovqat kerak emas. Xo'p, mayli, nima ekan, yo'lga otlansam ham bo'ladi, ya'ni tosh qazishga. Yo'q, bu yoqdagi g'ordan normalniy toshlar chiqmaydi. Shu uchun men bu yoqdan o'zim azincha joyi ko'raman, yerdan keyin yana ustini yopib qo'yaman yaxshisi. Shunaqa qilganim menga anchagina qulay bo'ladi. Xo'p. Hozir endi bu yoqdan o'tib olaman sekin. Ani yaxshi. Xo'p, endi bu yoqdan mana mana shu tekis joydan sekin men burchagidan qazishni boshlayveraman. Xo'p, bu yoqni ham olib tashlaymiz, bu yoqdagilarni ham. Atak normalniy, yaxshi. Xo'p, bu yoqdan ham olib tashlaymiz, bu yoqdagilarni. Normalniy. Mana buni ham olib tashlayveramiz. Xo'p. Okey, normalniy. Menga yoqibdi hozircha. Okey, let's go. Xo'p, qani bir tashqariga chiqib kelaychi. Men tartibsiz qazib tashamayapganman. Hozir shuni bilib olamiz. Okey. Yaxshi, bunaqasiga qaziy qolaman. Chunki hozir qaziyorsam nari tarafdan bo'lmaydi qoladi. Ya'ni suv tarafga chiqib ketaman va suv oqib kiradi bu yoqqa. Men to'g'risi suv oqib kirishni xohlamayman. Shu uchun men shu yerdan qazib o'rganib yaxshi deb o'ylayman. O'zi nimaga tosh kerak bo'libdi? Menga bilma. What? Nima bu?
tushunmayapman bu. Bu Lamborghini bo'lish kerak. Lamborghini bu. Lamborghini. Hop. Hozir bilib olaman men buni Lamborghini yoki Lamborghini emasligini. Lamborghini ekan bu. Hop. Menimcha bir 10 yillik omadim ketdi deb o'ylayman. Hozir. Yaxshi. Uy, ana turibdi o'zi hali ham. Yaxshi. Hop, men bularni ham qazishim, bu yerdagilarni ham. Hop, yaxshi. Hop, bu yerni olib tashlayman. Qani? Haqiqiy ekan. Yo, obunachilar sizlar ham ko'rasizlarmi? Men hozir tez uyga borib kelmasam bo'lmaydi. Chunki men uydan hozir bitta narsa olib ketishim kerak. Hop, mana kelib oldim. Endi tez bu yerni qazib tashlashim kerak. Yaxshi. Ol. Uydan zapatkamni olib kelgan. Yaxshi bo'ldi. Chunki men hozir ishim osonlashadi. Tak. Bu yo'lni olib tashlaymiz, lekin juda ham katta qazib yuboryapman. Shunisidan qo'rqib turibmanki, menga yana ortiqcha gap qilib meni haydab yuborib o'tirmasin deb deyapman-da. Mayli, hozir olib tashlaymiz bu yo'lni. Yaxshi, bu yo'lni olib tashlaymiz. Yaxshi, u yo'q. Okey. Normalni. Hop, mashinani to'liq ochib olishim kerak birinchi. Hop, qani. Ana, yaxshi, mashina o'zi ham chiqibdi. Mana va nihoyat. Wow. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, ochig'ini aytsam. Hop. Noto'g'ri qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, yaxshi. Endi bo'lsa men bundan sekin zina qilaman. Tashqariga olib chiqib olish uchun. Mamyoga yer qo'yaman. Hozir buni olib chiqishdan oldin mamyodagi joylarni yopib qo'ysam yaxshi bo'lar edi. Hop, mamyoni yopib qo'yaman. Yaxshi. Hop, mana olib chiqib oldim. Endi bo'lsa hozir Jitellarning reaksiyasini ko'ramiz. Jitel, qocha yo'ldan. Lamborghini mi Nightboy? Qayerdan olding? Sen pulni yetmaydi, qo'yur. Menga aytib beraman. Menga farqi yo'q, kimga desam endi. Men shaharga ketib boraman, joy bo'lmasa agar aytib bergan bo'lsa. Go'lim jindironman. Nima qildim bunga? Sal qada turib qopti o'zi go'lim настроенияsi bugun. Hop, sekin bu yoqdan qayerga men o'z parkovka qilaman. Mayli, sekin mana shu tarafga Karzinka nari tarafga parkovka qilaman. Yaxshi, urolmasam bo'ldi. Ana bitta Jitel bor, tanishim Max. O'shandan kalta yasab turib olaman. Mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi o'zi, kalta yasash bilan. Mashinaga kalta yasab turib olaman, bo'ldi. Xat hujjat qilib olaman, notariusga borib, bu mashina mening nomimda bo'ladi. Hop, yaxshi. Mayli bolalar, videoni stop. Atak, mashina normalniy turibdi. Sizlar bilan xayrlashishga hali erta. Undan oldin men Merrolga borib kelishim kerak. Hop, men Merrolga borib kelsam bo'lgandi. Hop. Tak. Go'lim, yaxshimisan? Hop, ikkita sevishgani turibdi mana bu yerda. Mayli, rahmat bermaymiz. Hop, o'tgeti. Mer, yaxshimisiz? Mana sizni 30 ta toshingiz 28 ekani, mayli, endi ikkita ishlama qilmas kerak. Hop. Endi bo'lsa tezroq Lambo'yim oldiga borasan bo'ldi. Yaxshi, bugungi kunim lekin omadli bo'ldi. Hop, yaxshi. Cho'taman bu Karzinkani farasi lipillab qopti. Santexnikliga nimadir, elektrikliga ko'rsatish kerak. Mayli. Mayli bolalar, videoni shu joyga ko'rganingiz uchun barchaga katta rahmat. Keyingi video va streamlarimizda ko'rishguncha bay bay.